Bu inson mani otamni otasi bo'ladi, ya'ni buvam. Bir vaqtlar bizlarga dakki berib, quvalab, noto'g'ri yo'lga ketsak, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan buvam anchagina keksayibdi. Ko'zlaridan nur qochgan. Tushunarsiz holat ko'rib turib, shunchaki ko'zimdan yoshlarimni to'xtata olmadim. Vaqt o'tmoqda. Juda ham tez o'tmoqda. Nolinish qismi juda ham ko'pda hozirgi vaqtda insonlarda. Hayoti o'xshamasa nolinishga vaziyat topadi. Iltimos, boriga shukr qilib vaqt qadriga yetinglar. Ayniqsa yon atrofingizdagi insonlarni. Chunki bugun bor, ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Men akamni juda ham sog'inaman. Qani edi yonimda